Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningda yana bitta Cobalt avtomobilida skromniy proyekt qilib berganmiz. Qilingan ishdan ko'rsatib qilamiz. Eng katta glавный qilingan ishlardan bittasi bu premium mahsulotlardan foydalanib to'liq shumizatsiya qilib berdi. Xo'p, kapotlari, krilosi, to'rtta eshigi, to'rtta sloy bilan pol, potolok, tomi, torpedkalari, bagaj, kolesniy arka hamma joyi to'liq premium mahsulotlardan foydalangan holatda shumka qilingan. Undan keyin bu avtomobilimizga poliklari bor va ko'r, sidenchi qo'lda taqilgan hamda MRS video registratorlar 3 ta kameradagi mana salonni ham zapis qilib turibdi, o'rnatib qo'yilgan holatda. Undan keyin xuddi shu okamlar olib kirishadi, Magikar'ni originali bilan birga 9 o'rnatib qo'yilgan. Bu ham mushni ishlaydi. Xo'p, даже o'sha distansiyasi ham 90% bir xil, kam emas. Biriga bir ishlaydi, farq qilolmaysizlar. Haqiqiy yaxshidan o'rnatilgan. Xo'p, trekker 2 barlarning qo'pol bo'lsa ham aytamiz, negramotni o'rnatilgan ekan. Shunka paytida okamlarga zazorlarni biriga bir keltirib, xuddi o'zlariga garantiyali sifatida o'rnatib berdik. Parandalari ham skors zazor, ruchni hammasi joy-joyida bo'ldi. Multirul qilib berdi, kojinni qildi, chetlari perforatsiyadan ishlab berilgan, kruz kontrollari ishlaydi, multimedialar ham ishlaydi. Mana shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bizga maksimum murojaat qilaverasizlar. Ishlarni inshaalloh chiroyli qilib beramiz.